O'tiribsanmi? Qani ikkita qizing? Hozir o'rtoqlari bilan o'ynagan chiqqandi. Tegmang! Ana 3 ta qizingni olganda boshqa ko'zimga ko'rinmas surbotdan. Sanlarni ko'rsam qo'ynim ayniyapti. Bo'pti onajon, men ketdim. To'xta bolam. Ha onajonim? Senda ozgina gapim bor edi-da. Hop. Shu xotining bilan 10 kungina yashading. O'lib ketdi. Shu paytgacha yuribsan. Men bir qizni bilaman. Uni ham turmushga chiqib, 3 ta bolali bo'lgandan keyin hayoti o'xshamay, 3 ta qiz tuqqansan deb eri tashab ketdi. Shu qizi borga sen uylanib, qizlarga ota bo'lib, savobga qolib, shularni boqqan bolam. Bu ayol sizga yoqadimi oyijon? Yoqadi, juda ham yaxshi qiz. Men ishga borib kelay, bir o'ylab ko'rib javobini aytaman. Bo'pti oyijon. Yaxshi borib kel bolam. Yaxshi keldingizmi? Ha, keldim. So'rama qani? Hozir. Sora, dading keldilar. Voy qizim. Zerikmadingmi qizim? Yo'q. Bu joning kattalar. Bo'l, yurchi. Nima bo'ldi? Tekshiraymi? Yana adashamiz. Yaxshilab tekshirdinglarmi o'zi? Tekshirishdi, yaxshilab tekshirishdi. Homilador bo'lsa-kammi? Bizani bormagan doktorimiz, bormagan tabibimiz, ichmagan dorimiz qolmadi. Men ko'p o'yladim. Faqat bittagina yo'limiz bor. Qanaqa? Siz 3 ta farzandingizni tashlab ketgandingiz. O'shalarni uvoli uryapti. Borib kechirim so'rashingiz kerak. Endi nima deyapsan? Jinnimisan, ha? Mana ona bo'lgim kelyapti, tushuning. Iltimos sizdan. Keldingmi? Rahmat. Charchamay o'tiribsizmi o'zingiz zerikmasdan? Shu ko'chaga chiqdim. Bolalaringni otasini ko'rib qoldim bolam. Bolalaring bilan uchrashmoqchi. Kelib bolalaridan kechirim so'ramoqchi. Necha yildan beri befarzand ekanlar. Nima deysan? Endi bolalar esiga tushib qoldim. Mayli bolam. Bizni kechirimli bo'linglar. Bolalarda ham gunoh yo'q. Dadasi. Ahvolingiz yaxshimi? Qizlarimizni nimaga bunaqa qilishganiga to'g'risi men ham tushunmadim. Lekin ular sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Har birini o'zingiz mehr berib katta qildingiz. Dadasi. Ularni haqiqiy otasi sizsiz. Siz meni sog'inib keldi deb o'yladingizmi? Yo'q, sog'inmadim. Men yoshligimda kalaskamni tepgan odamni ko'rishga keldim.
mashinani ko'rdingizmi? O'sha yerda mani adam o'tiribdi. U mani adam bo'ladi. Boshqa bizani bezovta qilmang. Adajon! Rahmat qizim, rahmat asalim.